G'iybatni davosi haqida ko'p gapirishimiz mumkin. Ammo Imom Zahabiy rahimahulloh Harmala ibn Vahbni hayotlarini keltiribdilar. Harmala ibn Vahb g'iybatdan qutulishlikka rosa harakat qilgan ekanlar. O'zlari aytib bergan ekanlarki, g'iybatni tark qilishlikka men harakat qildim. Harakat qilyapmizmi azizlar biz ham? G'iybatdan saqlanishlikni yo'llarini qidiryapmizmi, choralar izlayapmizmi? Bir ahli ilmdan, ustozdan borib, domla g'iybatdan qutulishni chorasi bormi degan savolni kim bergan azizlar? Harmala ibn Vahb aytiblar, mana sizga, bizga da'vo. Harmala ibn Vahb aytiblarki, men g'iybatdan qutulishligiga harakat qildim. Kimnidir g'iybat qilib qo'yadigan bo'lsam, bir kun o'zimga roza tutishlikni nazar qildim. Hatto roza tutish menga qiyin bo'lib ketdi, deyaptilar. Shundan keyin agar kimnidir g'iybat qiladigan bo'lsam, bir dirham berishlikni, ihson qilishlikni o'zimga nazar qildim. Mol dunyoda muhabbat qiyin ekan. Hatto men g'iybat qilishlikdan to'xtadim deganlar. Bir kishini g'iybat qilib qo'ysangiz, o'zimiz shuni va'dasini berishimiz kerakki, bir kun roza tutaman. Agar mol dunyomiz yetarli bo'ladigan bo'lsa, demak qanchadir miqdorda o'zimiz uchun belgilab olib, bu kichik summa bo'lmasligi kerak azizlar. Bir qiynalishimiz kerak, bir ta'minotda bir oqsoqlashimiz kerak. Shunda to'xtaymiz azizlar. Imom Zahabiy aytiblarki, Allohga qasamki, ulamolar mana shunday bo'lgan deyapti. Foydali ilm degani mana shu deganlar. Harakat qilyapti, g'iybatdan qutulishni choralarini izlayaptilar ular. Biz ham izlayapmizmi?